Bugungi mijozimizda Kenwood energiya kolonkasi remontga tashrif etdilar. Bu yerda simlarni almashtirib, tekistallarni ham almashtirib o'tib ketamiz. Bu yerda eng asosiy qiladigan ishimiz o'sha ramalarni tekislashimiz kerak. Qiyshayib ketgan ramalarni ham, shabalari ham ozgina o'tirgan, bularni ham video davomida tekislab zo'r qilib ketamiz. Remont qilib oldik. Mana bu yoqda simlarni almashtirib, shalkalarini ishlatib qo'ydik. И полностью очистка qilib berdik. Buni endi bitta tekshirib ko'ramiz ashulada. Kimga xuddi shunaqa murojaatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.